xil kostyumimizni yoqasini asos andozasi va uni modellashtirish, ya'ni yana kostyumimizni fasonini ham modellashtirish mavzusi. Hozir o'shani o'tamiz. Bittasi fiolet, bittasi oranjoviy. Birinchisi bizda mana bu yerdan boshlanib, mana bu yerga kelib bitta tugmali pasti avvallashgan va vitichkasi mana bu yerga modellashib, pastga relyef chiziq tushgan va ustidan alohida yana stoyka yoqasi chiqqan. Juda ham chiroyli, ajoyib fason. Stoyka yoqani qanday qilib ulaymiz deganda, mana shu vitichkani orasiga qo'shib ulanadigan, orqada qaytarma yoqasi yo'q stoykasi. Ikkinchisi qaytarma yoqali angliskiy varatnik, prezident yoqaga o'xshab ketadi, faqat buni yoqasi pastroqqa tushgan. O'rtada bitta tugmasi bor va vitichkasi mana bu yerdan tepaga qarab chiqqan kostyum andoza asosimizni modellashtirish. Xo'sh, birinchisini boshlaymiz. Siyoh rang, ya'ni fioletoviy rangdagi stoyka yoqali chiqqan, mana bu yerdan bu yoqqa vitichkasi ko'chgan andoza asosimizni boshlaymiz. Buning uchun mana andoza asosimiz 44-razmermi, 46, 48, 50 mi, nechinchi razmeriga tikadigan asos andozangizni olib olasiz. Bilasizlar, asos andozada vitichkamiz mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Mana shu vitichkamizni biz mana bu yerga burchakka o'tkazamiz va bu yerdan kostyumimizni yoqasini chiqaramiz. Birinchi kostyumimizni yoqasini chiqarishimiz uchun biz asos andozamizdan tugmani taqilma haqqini qilishimiz kerak. Taqilma haqqi bilasizlar, kostyumimiz o'tadi va bitta qator tugma bo'ladi. Bir dona tugma bo'ladi, ikkita tugmali bo'ladi yoki uchta, bitta qator tugma. U xoh bitta bo'lishi mumkin, ikkita, uchta tugma bo'lishi mumkin. Mana shu kostyumimizni haqqi uchun o'rtadan, mana shu o'rtadan, mana shu asos andozamizdan bu tarafga taqilma haqqiga necha santimetr tashlaysizlar? Hamma kommentariyada yozadi. To'g'ri javob berasizlarmi yoki noto'g'rimi ko'ramiz. Taqilma haqqi uchun, asos andozani bichish uchun chok haqqi emas, orqaga qaytarib padbord haqqi emas. Prosta taqilma haqqi bir-birini ustiga o'tib turish uchun bitta bordli, ya'ni bitta tugma uchun necha santimetr haq tashlaysizlar? 2, 3 santimetr, 4 santimetr, 3 santimetr, 6 santimetr, 3, 4 santimetr debdi. Qarang, 7 santimetr, 8 santimetr, 7, 1,5, 1,5 bu juda kam, 2 ham kam, 3, 2,5, 3 santimetr, 3, 4 santimetr norma. Qaranglar. Bitta narsani aniqlab olamiz. Mana asos andozam o'rtada turibdi. Asosiy chizig'im men o'rtada turibdi-da. Shundan bu tarafga o'tish haqqi umumiy mana shu bizda mana bu bir-biriga o'tgan haqqi bizda 5 santimetr bo'ladi, to'g'rimi? Tugmalarimiz, kostyumlarimizda 3 santimetr tugma qo'yamiz. 3 santimetr tugma ustki kiyimda, men bu koftamda menda 1,5 santimetr. Ustki kiyimlarda 3-4 santimetrli bo'ladi. Eng ko'p 3 santimetr ishlatamiz. 3 santimetr tugma haqqi. Tugmani qo'yganimizda mana bu asosimizdan chetdan 1 santimetr bu yoqda petli qilinadi. Ya'ni tugma qotiriladi. Tugmadan keyin yana kamida 1 santimetr bu yoqda joy qolishi kerak. Astargacha tugmamiz yoki petlamiz o'tib ketmasligi kerak. Demak, bizda mana bu joydan 1 santimetr haq qoladi. 3 santimetr tugma va undan keyin 1 santimetr haq qolganda bizda necha? 3 santimetr tugma, 1, 5 santimetr. 5 santimetr bizda mana shu joyda bo'lganda o'rtadan bu tarafga 2,5, bu tarafga 2,5 o'tgan bo'ladi. Demak, asosimizni ustidagisi bu tomonga o'tgani 2,5 bu yoqqa o'tadi o'rta chiziqdan. Ichidagi tarafi ham o'rtadan 2,5 icheri kirganda bizda eng kamida 5 santimetr bo'ladi. Bu sizda duxbordni, ya'ni ikkita bordli, ikki qator tugmalarni qilishimiz uchun bizda ikki qator tugmalarimizni qilishimiz uchun necha santimetr o'tamiz? Asosimizdan har bitta tikilayotgan razmerni ko'krak oralig'i necha santimetr bo'lsa, shuni teng yarmini o'tamiz. Masalan, deylik, ko'krak oralig'imiz 18 bo'lsa, teng yarmi 9 santimetr bo'lsa, asosimizdan 9 santimetr o'tamiz. Mana shu vitichka haqqigacha bo'lish kerak. Vitichkadan bu yoqqa ko'p o'tib ketmash kerak. Eng ko'p o'tgani mana shu vitichkagacha, ya'ni ko'kragimizning markazini ro'parasigacha ikki bordli tugmalarimizda, do'q bordlilarda o'tishi kerak. Hozir esa men bitta bordli, bitta tugma uchun men qancha o'taman ekan? 2,5 santimetr. Demak, mana bu yerdan 2,5 santimetr bu yoqqa o'taman. Hozir men boshqa rangda chizaman, modellashganini. Qarang, o'rtadan 2,5 bu tarafga o'taman, o'rtadan tagidagisi keyin 2,5 bu yoqqa o'tadi.
Mana 2,5 santimetr o'tdim. Endi ichkaridan kelgan tarafim o'rtadan ichkariga bu yoqqa 2,5 o'tganda mana shu yer bizda 5 santimetr bo'ladi. Mana keyingi bu birinchi qiladigan ishimiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz biz tugmani joyini aniqlab olishimiz kerak. Bu fasonimizda tugmamiz bizda belimizda. Mana bu yerda 3 santimetrlik tugmamiz turibdi. Endi tepadan bo'yindan kelib mana shu joyga tugmani yoqa qayrilib tugash joyi yoki mana bu bir-biriga kelgan joyi tugmani ro'parasiga bo'lish kerak emas. Tugmadan 1-1,5 santimetr tepada. Yoqa qayrilib tugash joyi ham tepada 1-1,5 santimetr tepada bo'ladi. Mana shu joyda to'xtashi kerak. Qiya kelib avval kelgani ham, yoqamizni qaytarib kelishi ham mana shu joyda tugashi kerak. Keyingi qiladigan ishimiz bizda yoqamiz har doim qaytarma yoqalarimiz, stoykamiz ham birinchi bo'yinga stoyka chiqib, keyin ustiga qaytarma yoqa haqqi qayriladi, to'g'rimi? Shuning uchun biz stoykani yelkani davom etib, stoyka haqqini chiqishimiz kerak. Stoyka haqqi har doim bizda 1,5 santimetrdan 3 santimetrgacha bo'ladi. 2,5 santimetr o'rtacha olamiz. Bu yerdan bu yerga 2,5 santimetr olamiz. Bu stoyka yoqamizda ham 2,5-3 santimetr qilingan. Va shu nuqta bilan mana bu nuqtani tutashtiramiz tepaga qarab. Va shu chizig'imizni tepaga davom etamiz. Tepaga davom etamiz va mana bu joydan keyingi qiladigan ishimiz bu joygacha orqa bo'ynimizni asosimiz orqa tarafini bo'yin o'yindisini o'lchaymiz. Masalan deylik 9 santimetr chiqsa 1 santimetr qo'shib 10 qilib mana bu joydan tepagacha o'sha orqa bo'ynimizni qo'yamiz. Va 1 santimetr qaytarma yoqa haqqi uchun orqaga o'tamizda buni tutashtiramiz. Bu yoqqa tutashtiramiz. Endi mana shu chizig'imizga 90 gradus bu yoqqa, 90 gradus bu yoqqa chiziq chizamiz. Mana 90 gradus chiziq chizdik. Endi mana shu joydan bu yoqqa qarab, mana bu joyda stoyka haqqi necha santimetr qo'ygan bo'lsak, xuddi o'sha stoyka haqqini bu joyga qo'yamiz. 2,5 qo'ygan bo'lsak, bu joyga ham 2,5 qo'yib, buni mana bu bo'ynimizning uchi bilan buni tutashtiramiz. Mana bizda stoykamiz chiqdi. Stoykamiz chiqdi. Endi stoykamizni mana bu joydan 5-6 santimetr pastga tushiramiz. Uning uchun birinchi mana bu joydan vitichkamiz bizda ko'kragimizni markaziga mana bu joydan kelib, ko'krak markaziga tushib, keyin relyef chizig'imiz pastga tushgan. Vitichkamizni ko'chirib olamiz birinchi. Mana bu joydan burchakdan ko'krak markaziga to'g'ri chiziq chizamiz. Buni kesamiz, vitichka qilib. Mana bu vitichkamizni nima qilamiz? Buni yopamiz. Bu vitichkamizni yopganimizda, bu joyini kesganimizda, bu vitichkamiz haqqi mana bu yerga o'tadi. Va bu vitichkamizni ko'krak markazini belga tutashtiramiz, belni pastgacha chizib, buni kesamiz, buni esa yopamiz. Bel vitichkamizni olib tashlaymiz. Mana. Pastdan boshlab kesib kelamiz, vitichkamizni olib tashlaymiz. Ko'krak markazidan boshlab bo'yin uchigacha kesib kelamizda va mana bu vitichkamizni yopamiz. Buni vitichkani yopsak, mana bu yerga ochiladi. Endi stoykamizni shaklini shakllantirib olamiz. Stoykamizni shaklini shakllantirib olishimiz uchun bizda mana bu yerdan endi qarang, mana buni oldini mana bu joyga shakllantirishimiz uchun mana bu yerdan 5-6 santimetr tushamiz. 5-6 santimetr tushib, buni stoykamizni mana bu joyiga shakllantiramiz. Endi qarang, mana bu joydan bu joyga to'g'ri chiziq qilamizda. Bo'ynimizni uchiga. Mana to'g'ri chiziq qilib, bu joydan biz stoykani mana bu joydan tepaga 5-6 santimetr tushib, bu joyni stoykasini haqqini avvallashtiramiz. Avvallashtirib oldik. Mana shu joygacha bo'ladi. Va bu joyini bu yoqqa kesib, keyin mana bu yerdan bu yoqqa kesilib keladi va bu joydan stoykani ulanadi. Mana bu joy kesib tikiladi. Mana bu stoykamiz mana bu joyga qo'shib orasiga tikiladi. Mana buni stoyka chokni orasiga qo'shib tikamiz va bu joy chiqadi. Bu joyimizni esa buklov bichamiz. Buklovda bichamiz. Shunda bizda mana bu joydan tushgan, ko'krakka tushib, pastga tushgan vitichkamiz hosil bo'ladi.
Endi qarang, mana bu joydan burchak uchidan qilsa ham bo'ladi. Mana bu joydan 2-3 sm masalan mana bu joydan qilganimiz ekan, bunda qilib oldik va mana bu joyga ozgina haq bo'lsa, bu joyga qilganimiz ekan, mana bu stoykamiz ichiga, mana bu chokni ichiga kirish kerak. Chokni ichiga kirgizamiz. Chokni ichiga kirgizishimiz uchun buni ozgina uzaytiramiz. Avvallashtirib. Mana shu yerdan stoykamiz chiqadi. Va bu joydan yoqamizni oldi bo'ladi. Qilib, mana stoykamiz chiqdi. Mana bu joy avvalroq bo'ladi. Mana shunda mana bu haqqimiz bo'lmaydi. Mana bu birinchi chiqqan tutashtirgan chizig'imizni o'chirib tashlaymiz. Mana bu bizda stoyka haqqi bo'ladi. Mana bo'yab qo'yaman stoyka haqqini. Bu joyga ketadi. Mana bu choqqa kirib ketadi. Ichidan mana bu fasoni chiqadi. Stoykamiz orqasi mana bu yelkasi ulangandan keyin bu orqasi orqaga ulanadi va mana bu choqi stoykaga mana bu yerga ulanib, bu yoqdan stoykamiz chiqadi va mana bu yerdan fasonimiz oldiga qarab ochiladi. Va bu yerdan 1,5 sm da mana bu tugmamiz bo'ladi. Kostyumimiz uzunligini belgilaymiz va mana bu yerdan eng kamida 4-5 sm burchakdan chiqib, bu yerni avvallashtiramiz. 4-5 sm kirib, bu joyni avvallashtiramiz. Mana kostyumimizni asos andozamizni oldi, yoqasi tayyor bo'ldi. Endi esa keyingi yoqamiz xuddi shunday qilib biz o'tamiz. Bundan necha santimetr o'tgan bo'lsak, 2,5 sm o'tdik. Asos andozamizdan ham 2,5 sm o'tamiz. ikki yarim santimetr ichkariga kiramiz. Kirdik. Tugmamizni o'rnini belgilaymiz. Buni tegi, kostyumni tegi tekis, uzunligini o'sha kerakli uzunlikda qo'yasiz. Bo'ksada ozgina tushib turadigan 65-70 santimetrdagi kostyum uzunligi bo'ladi. Va keyingi qiladigan ishimiz yoqamizni qayrilib kelib tugash joyi. Tugmamizni ro'parasidan 1-1,5 santimetr tepaga qilamiz. Keyingisi yelkamizni davom etamiz. 2,5 santimetr stoyka haqqi qo'yamiz. Buni tutashtiramiz tepaga. Va bu joydan tepaga qarab orqa bo'ynimizni mana bu asosdan uzunligini o'lchaymizda va qo'shamiz 1 sm. Deylik 9 sm bir qo'shib o'ng qilib mana bu yerdan tepaga qarab qo'yamiz. Va 1 sm yoqamizni qayrilish haqqini qo'yamiz orqa tarafga, yelkaga qarab va buni keyin tutashtiramiz bo'yin uchiga, stoykani uchiga. Shu chiziqdan 90 gradus bu yoqqa, 90 gradus bu yoqqa to'g'ri chiziq chizib olamiz. Mana chizib oldik va mana shu chiziqdan bu tarafga qarab, mana bu yerda stoyka haqqi necha santimetr qo'ygan bo'lsak, bu tarafga ham xuddi shuni qo'yib, buni tutashtiramiz. Mana stoyka haqqimiz chiqdi. Endi yoqamizni qayrilib kelib, o'zi angliskiy воротникlarda mana bu yerdan bo'lardi. Bu yerdan 5-6 santimetr pastga tushamizda, mana tepadan uchidan 5-6 santimetr 7-8 gacha tushishingiz mumkin. Xohlagan, mana bu qayilganda qayerda yoqangizni uchi pastroqda bo'ladigan bo'lsa, o'shancha santimetr asosidan tushib olsangiz bo'ladi. Men hozir mana bu yerda 5-6 santimetr tushdim va buni mana bunga asoslanib qiyalikda mana shunga chizaman va bu yerdan eng kamida 2-3 santimetr tashqariga davom etaman. Nimaga deganda, tashqaridagi yoqamiz pastidagisi qo'shilgan bo'ladi. Agar qo'shmasangiz, mana shuncha erkaklarning kostyumidagi yoqa chiqib qoladi. Bu yerda fasonimizda ko'proq qo'shilgan, men 5-6 santimetr qo'shaman. 5-6 santimetr qo'shaman. Endi qarang, mana shu joydan 1 santimetr pastga tushamiz. Mana shu burchagidan 1 santimetr tepaga chiqamiz va ikkita bir chiqqan bir tushganni ikkalasini tutashtiramiz. Mana tutashtirib oldim. Endi mana bu joy bilan biz yoqani tugash joyini avvallashtirib tutashtiramiz. Mana avvallashtirib tutashtirdim. Menda yoqami pasti chiqdi. Endi esa qaytarma yoqa haqqimizni qilamiz. Qaytarma yoqa haqqimiz har doim mana bu yerdan bu yoqqa qarab
stoyka haqqidan eng kamida 2 ko'p bo'lishi kerak. 1 santimetr qayirilish haqqi, 1 santimetr yoqani orqaga tikkanda ulagan chokni yopish haqqi. Demak, biz 2,5 stoyka haqqini qilgan bo'lsak, qaytarma yoqa haqqimiz eng kamida 4,5-5 santimetr bo'ladi. Bu yerdan bu yoqqa 5 santimetr qo'yamiz. Bu qaytarma yoqa haqqimiz. Mana bu yerni ochish uchun tepaga 3 santimetr ko'tarilaman. Bu yerdan bu yoqqa ichkariga 5-6 santimetr kiraman va buni tutashtiramiz. Endi buni uchi bilan mana buni uchini 90 gradusda yarmigacha olib kelib, keyin avvallashtirib tutashtiramiz. Mana yoqamiz chiqdi. Bu oddiy qaychi yoqamiz chiqdi. Endi esa bu fasonimizda mana bu joyimiz orasi ochilmagan, mana bu joyi bu yoqqa 2-3 santimetr tepaga chiqib, mana shu yonida bitta o'sha kesilib alohida ulanadi. 2-3 santimetr tepaga chiqib, bu yoqqa yana avvallashtirib tutashtiramiz. Mana kostyum yoqamiz. Xohlasangiz buni qo'shmasdan turib alohida qilsangiz ham bo'ladi. 2-3 santimetr mana shuni 90 gradusda ko'tarib, buni avvallashtirasiz, pastdagi yoqamiz chiqadi. Bu ma'lumotlar sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Juda ham ko'pchilik qiynaladi. Hozir mana shu aynan mana shu fasonni eng sodda usulda, hech qanaqa formulalar yordamisiz oddiy usulini tushuntirdim. Buni yana murakkab turdagisini, ya'ni mukammal professional kostyumni, yoqalarni, asoslarini chiqarish bu kurslarimizda bor. Bundan ham ideal darajada chiqadi. Bu eng soddacha qilib o'rgatganim, tez va oson varianti. Lekin o'zi buni yana professionallari bor. Buni kurs davomida, kostyum shim kurslari davomida bizda eng kamida 10 xil yoqalar, 10 xil fasonlarni modellashtiramiz va eng kamida 7-8 xil kostyum shimlarni tikamiz. Buni kursda o'qigan qizlar har doim ko'radi, juda ham chiroyli chiqadi, ideal darajada chiqadi. Bu ma'lumotlar ham sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Xo'sh, bugungi ma'lumotlarimiz, bugun kostyum modellashtirishlarimiz sizlarga foydali bo'ldimi? Kimda qanaqa taassurotlar bo'ldi? Endi agar bu kostyum yoqalarimizni tushungan bo'lsangiz, men yana bonus sifatida qo'shgandim. Kostyumimizni cho'ntak, ko'krak cho'ntagi va yon cho'ntaklarni joylashish tartibini qayerga qo'yganimiz to'g'riroq bo'ladi. Juda ham ko'pchilik kichkina, katta yoki balanda yoki pastda qilib qo'yishadi. Keling, hozir cho'ntagini qilib ko'rsataman. Cho'ntagini qilishimiz uchun har doim mana bu yerda bizda oldi kenglik bo'ladi. Oldi kengligimiz chizig'i. Ko'krak, mana bu yerdagi ko'krak cho'ntagimiz bizda bilasizlar, naborot, yon cho'ntaklarimiz pastga qarab qiya bo'lgan bo'lsa, bunimiz naborot bo'ladi. Yon tomoni teparoq, oldi tomoni pastroq bo'ladi. Bu yerdan, mana bu yerdan ko'krak chizig'i bilan oldi tutashgan chizig'ini olib tutashgan joyidan oldi tomonga qarab 2,5 santimetr yuramiz. Mana 2,5 yuramiz va 1 santimetr tepaga ko'tarilamiz. 2,5 bu yoqqa yurib, bir tepaga ko'tarildik. Shu joydan mana shu ko'krak chizig'iga qiyalatib olib kelib tutashtiramiz. 9-10 santimetr razmerda bo'ladi. Kichkina razmerlarda 9, 9,3, 9,5, 10 santimetrgacha bu cho'ntak bo'ladi. Qiyalatib tutashtirasiz. Tutashtirdik. Balandligi 2-2,5 santimetr bo'ladi. Balandligiga 2,5 santimetr qilib, buni ham ustini qiya qilib tutashtiramiz. Mana listishkali cho'ntagimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda kostyumni yoqasini ochganda mana bu yerda xalaqit qilmasdan, qo'l tiqilmasdan mana bu joyda turadi. Buni har doim ham qo'yish shart emas. Buni ko'proq klassik kostyumlarda bu bezak sifatida qo'yiladi. Ishlatmasak ham qo'yiladi. Mana bu yerda kichkina dasomatchiga o'xshagan yoki nimadir yoki o'zi sifatida, bezak sifatida ishlatiladi. Endi esa yon cho'ntagimizni qilishimiz uchun biz bel chizig'imizdan, mana bu oldi bitishga chizig'imizdan beldan pastga 4dan 5 santimetr tushamiz. 4dan 5 santimetr pastga tushamiz. Mana tushdik. Mana bu oldi bitishgan chizig'idan tushdik 4-5 va oldi tomonga, ya'ni tugma tomonga qarab, mana bu tomonga qarab 1-1,5 santimetr yuramiz. 1-1,5 santimetr yurdik. Mana shu chiziqdan bizni cho'ntagimiz boshlanadi. Bundan cho'ntagimizni chizig'ini boshlab siz qilishingiz mumkin, tekis qilishingiz mumkin, qiya qilishingiz mumkin, yana u yoki o'ta qiyaroq qilishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga yoki mijozingizning xohishiga qarab qilasiz. Hozir men tekisini qilaman.
Bu yerda mana bu vitichkani oraliq haqidan tashqari cho'ntaklarimizni razmerlari, qo'limiz razmerini biz har doim o'tganimizda qiya qilib o'lchaymiz deganman individual tarzda. Mana shu razmerga 2-3 santimetr qo'shamiz, chunki svobodniy bu ham ustki kiyim bo'lgani uchun. Kostyumimiz qanchalik kalta, kichkina ixcham bo'lgan sari qo'limizni razmerini o'zini qo'yamiz. Kichkina kalta kostyumga katta cho'ntak qo'yib qo'ymaysiz-ku yoki paltoga kichkina qo'lingiz razmerdagi qo'yib qo'ymaysiz-ku. Bilasizlar, paltoda, qishda, plashlar kiyganimizda, palto kiyganimizda biz qo'limizga qo'lqop, ya'ni perchatka kiyamiz. O'shani ham hisobini olishimiz kerak va 2 santimetr kenglik haqqi bo'lishi kerak. Deylik, meni qo'lim o'lchaganimda 12 santimetr chiqadi, 2-3 santimetr qo'shib, men 14-15 santimetr qilib buni uzunligini olaman. Vitichkadan tashqari tikkanda 14 santimetr qilib 15 santimetr qilib olaman. Va mana shu yerga biz listichkamizni tikamiz. Listichkani juda ham ko'pchiliklar 1 santimetr ham qilib qo'yishadi. Menga yoqmaydi 1 santimetr to'g'risi. 0,75 ideal darajada chiroyli, nежный listichka chiqadi. Buning uchun ikkita 3 santimetr bichib olib, dublering yopishtirsangiz, buklaganingizda 1,5 santimetr bo'ladi. O'rtasidan sindirib dazmol qilganingizda, uni yana o'rtasidan tikkaningizda 0,75 mana shu yerga 1,5 santimetr joyda joylashadi. Ikkita listichkasini qildik. Xo'p, endi klapanni qanaqa qilishimiz kerak? Klapan qilishimiz mumkin. Siz bu yerdan klapanni balandligi bizda standartda 5 santimetr bo'ladi. 5 santimetr balandligi. Buni qilishingiz mumkin, mana bu yerini to'g'ri tekis qilib qirrali qilishingiz mumkin. Mana shu yerdan 0,5 santimetr mana bunaqa avallashtirib ham qilishingiz mumkin. Bu o'zingizni xohishingiz yoki mijozingizni xohishiga qarab qilsangiz ham bo'ladi. Bu ham juda ham chiroyli chiqadi. Qilganimizda har doim cho'ntak klapanlarini, yoqalarni, rubashkalarni yoqalarini, stoyka yoqalarini, manjetlarni bichganimizda har doim 2 qavat bo'ladi, bilasizlar. Ikkinchi qavatini, tegidagi qavatini har doim 0,5 santimetr yoki 1 santimetrgacha matomiz turiga qarab, razmerga qarab 0,5 dan 1 gacha kamroq qilib bichamiz. Negaki og'darib dazmol qilganimizda mana bu chetlarida 0,1 santimetr chiqarib dazmol qilamiz, tegidagi choki chiqib qolmasligi uchun. O'shaning uchun tegidagini o'zi kamroq qilsangiz, dazmol qilganingizda ustki tarafi o'zi ichidagi tortib, ustki tarafi o'zi 0,1 chiqarib beradi. Manjetlarimizda ham har doim shuna qilamiz. Siz uyingizdagi manjetlarni, turmush o'rtog'ingizni, rubashkalarni, manjetlarini bugun ko'ring. Siz yuvilgandan keyin, dazmol qilgandan keyin usti tarafi tekis bo'lib qoladi-da. Bunda tegini og'darsangiz, bunda bijir g'ijimga o'xshab qoladi. Ana o'sha manjetlarimiz ustki va tegi qismlari teng bichilgan bo'ladi. 0,1 chiqarib dazmol qilinganimizni, tikilgan strochka bergandan keyin u tegida ortiqcha yig'ilib g'ijimga o'xshab qoladi. Uni dazmol bo'lsangiz ham baribir yana g'ijim bo'lib turaveradi. Agar sizda og'darilganda usti 0,1 chiqarib dazmol qilinganda ham tegidagisi ham tekis turgan bo'lsa, u to'g'ri o'sha 0,5 yoki 1 santimetr kamroq bichgan bo'ladi. Qonun qoidaga bo'ysunib bichgan bo'ladi. U to'g'ri bichilgan bo'ladi. Siz ham har doim bichganingizda tegidagi qavatini 0,5-1 santimetr kamroq qiling. Matoyingiz juda cho'zilsa 1, unchalik cho'zilmaydigan bo'lsa 0,5 santimetr kamroq qilsangiz, o'sha 0,1 santimetrga o'zi chiqib, o'zi tortib beradi, dazmol qilishingizga oson bo'ladi. Va klapanlarni har doim dazmol qilganimizda ichidagi formasiga o'sha kartonlarimiz razmerdagi qilganimizni og'darganimizdan keyin qo'yib dazmol qilsangiz, o'zida ikkita klapaningiz bir xil chiqadi. Xo'sh, kimga bu ma'lumotlar foydali bo'ldi? Agar foydali bo'lgan bo'lsa, ha, bu ma'lumotlar men uchun foydali bo'ldi deb yozing yoki kommentariyada plus belgisini qoldiring. Agar siz ham o'zingiz ustingizda ishlab, rivojlanib, yangi bilimlarga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, unda onlayn kurslarimga ro'yxatdan o'ting. Mana shu video tagida qoldirilgan ssilka orqali ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Bu yerda ism, familiyangiz, telefon raqamlaringizni to'liq kodlari bilan yozib qoldirsangiz, kursimiz boshlanishidan avval adminlarim sizga aloqaga chiqib, kurslarimiz, tariflari, mavzular haqida batafsil ma'lumot berishadi. Ha, aytgancha, agar video yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimga a'zo bo'lishni unutmang. Bu yerda sizlar uchun har hafta kerakli bilimlarni bo'lishib boraman.